birinchi savolim sizga shu yer o'zida. Bu nimaga bunaqa g'oya qilgansiz? Bu azzakam g'oyalar. Qarindoshlarni mana shu xonadon как magnit yig'adigan joy bo'lib, Birdaniga shu katta derazami, oynami, tushunolmayman, eshikmi, hamma xonada bor shu. Hozirgi kunda klimat kontrol bo'lib ketganda emas. Akvarium uchun joy. Shu sanab o'tgan narsalar olsotmasdan ishlab beradimi? Ha, bemalol. Qaytdik, uy ostonadan boshlanyapti-da. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugungi videomizni boshlashdan oldin sizlarga bir narsa bilan murojaat qilmoqchi edim. Biz ijodkorlar tegdagi kommentariyalarni o'qib juda ham xursand bo'lyapmiz. Sababi yer yuzining har bir joyidan bizga har xil maslahatlar so'rab yozayotgan insonlar ham ko'p. Masalan, kimdir zinalar haqida ko'proq ma'lumot bering desa, yana kimdir xonalari haqida gapiring deydi va hokazo. Endi nima bo'lganda ham men nimaga xursandman? Bizni demak ko'pchilik sekin-sekin ko'rishni boshlayapti. Ayniqsa amerikalik o'zbeklarimiz bizga zafarlar tilab qolishdi. Rahmat sizlarga kattakon. Koreyadagi o'zbeklar ham bizni ko'rib juda xursand. Imorat qurishni o'rganayapmiz deyishyapti. Nodirjon salom. Endi aytmoqchi bo'lganim nima bo'lgan taqdirda o'zbek yer yuzining qayerida bo'lmasin, albatta oxir oqibat O'zbekistonga qaytib kelib imorat quradi. Bugungi videomizni boshlaymiz. Hurmatli yurtdoshlar, mana hozir Aziz aka bilan Haytek nomlanmish uyga keldik. Aziz aka shu yoqqa kelishim bilan bitta narsa ko'zimga tushdi-da. Mana misol uchun yurtdoshlar ham ko'rib turgandir. Zamonaviy uylar ketgan shu burchakda Haytek usulda qurilgan uy turibdi. Juda chiroyli ko'rinishidan ishlarni endi birinchi savolim sizga shu yer o'zida. Mana yon tarafi relyefi tepalikdan pastga qarab kelganda, aslida bunaqa joyda imorat qurishga odamlar uncha olmaydi. Sal qo'rqadimi yo to'g'ri olmayman deydimi? Shu relyefi to'g'risida, yechimi to'g'risida gapirib bering. mana oldidagi agoroti, ya'ni yer qismi pasaytirilgan, ko'cha balandroqda turibdi. Uy xuddi shu joyda turibdi, chuqurlikda demoqchisiz. Uy bitta sathi qolib turib, uy oldidagi agorot qismi pasaytirib qo'yilganda, shunda so'kil chiqqan. Agar asfalt bilan baravar bo'lganda so'kil ko'milib ketardi. Endi qarang, yana bitta narsa ko'zga tushyapti. Mana shu bordyur olinganda, shu bordyurga ahamiyat beringlar, xuddi qo'rg'onga o'xshab ushlab turibdi. Ha? Ko'tarib qo'yishdan asosiy maqsad o'tgan ketgan odam charchagan paytida mashta ozgina dam olib ketsin. Panjara qo'yilmas ekanda demak. Bu joyda uy oldida panjara rejada yo'q, qo'yilmaydi. Demak, shunaqa relyefda joylashgan uylarni yechimi shu. Oddiy narsa, tomoshabinlar ko'rishi mumkin, oddiy narsa, lekin juda qulay va samarali. Endi uyga kiramiz, ijozat bersiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? O'zi tanishtirsangiz. Yaxshi keldinglar. Ismim Shavkat Abdullayev Rahmatullayevich. Shu xonadon egasiman. Nima sohada ishlaysiz? Xitoydan оборудованиялар, kelgan qurilish materiallari olib kelib beramiz. Kargo, o'zidan kargoyimiz bor. Yo'nalishingiz ham bir Haytek usulda ekan, uyingiz ham shunaqa bo'libdi-da. Avvalambor Aziz tabriklaymiz, to'g'rimi? Shavkat akani shu yangi uylarga ko'chib kelibsiz. Xudo xolasa xayrli bo'lsin. Rahmat. Endi mana qarang, hozir uyingizga kelishimiz bilan bir narsa yaqqol ko'zga tushyapti-da. Gaz trubasi bu yoqdan kelmaganmi yo faqat bu yoqdan kelib bu yoqda to'xtab qolganmi? Bu ham o'zi seri rangda ekan, kim tushuntirib beradi? O'zingiz gapirib bering, shu yerda. Gaz trubasini biz qo'shnilar bilan kelishib, o'sha arka qilmaydigan bo'ldi-da, yer tagidan o'tkazdik. Sal qimmatroq bo'ladi. Yer tagidan o'tkazib turib, mana buni orqasida mana kelib ko'rishinglar mumkin. Mana bordyurimizni orqasidan o'tkazib kelganmiz. Bo'ldi, tushunali. Bu tegidan o'tkazib ketdi-da, ko'zga ko'rinmaydigan. Tegidan o'tkazib, kelgan devordan endi bu yerda majbur bo'lganmiz devorimizdan o'tkazishga.
Bo'lmasam yana bitta variantimiz bo'lgan edi. Aroni ichidan ham o'tkazsa bo'lar ekan, osma holatda. Ruxsat berilar ekan bunga. Faqat uyga olib kirish saqal muammoroq. Endi. Demak, bu to'g'ri yechimi shu bo'ladi. Ko'p uylarda ko'rmaymiz-da pandusni. Siz pandus qo'yibsiz. Pandus deganda ko'pchilik shu anaqa nima edi, nogironlar uchun deb tushunadi, lekin aslida nogironlar uchun emas. Bu uydagi o'sha bolalar velosipedi, kalaskasi, yoki aravalar, masalan, uyga narsa olib chiqqanda katta qurilish paytida aravalar ishlatiladi. Shu narsalarda kerak bo'ladi. Chet elda ishlab kelganingiz bariga bilinib turibdi, o'qib kelganingiz. Detallariga ahamiyat berib. Shu aka qarang. Mana yerda eshikni ochiq turibdi-da, shu eshigingiz. Orasida raxi ham ko'rinib turibdi. Sezdingizmi? Shu narsani bu qanaqa u yoqdan ko'tarib kelgan eshigingizmi yo o'zingiz bu yoqdan sotib olingan? Yo'q, bu o'zimizni keling shaqa chiqib ko'rsatib tushuntirib beramiz tomoshabinlarga. O'zimizning texnologiya bo'yicha yasadi-u. Mana oching, mana qarang, bundan oching. Mana orasi ochiq turibdi. Mana yopilgan holatida ham orasida endi buni o'zi cho'tkasi bo'lish kerak. Oshiq-moshig'i yo'q, ahamiyat bersangiz hech qayerda oshiq-moshig'i yo'q. Shunaqa ekan-da, o'shani aytdim-da, top-toza turibdi. Oshiq-moshig' buni mana ichida, tagida, tepasida bor. Ya'ni telefonda ko'rsatadigan bo'lsa, mana bunaqa ushlanib ochilyapti, mana bunaqa eshik. Bu. Demak, bu yoqqa ham ochilar ekan-da shunda. Bemalol. U yoq, mana ikkala tarafiga ochsa bo'ladi. Hozir aka uni bu yoqqa oching-chi. Mana bunisi bu yoq. Demak, bu ham xuddi shunaqa holatda. Ikkita holatiga ochsa bo'ladi. Yurtdoshlar ahamiyat beringlar, mana bitta WhatsAppda kelsa, ada eshikni oching, ochib tursa, shunda WhatsAppda mana shunday menga qo'yib tepaga bu yoqda ham pandus bor ekan, kirib ketinglar ekanda. Bu eshikni ham xolasiz bu yog'idan, xolasiz bu yog'idan. Endi shu ikkita tepada oshiq-moshiq turibdi deyapsiz. Shulardan ham foydalanadigan yo'li bormi yo uni ichidan yaxshi foydalanish uchun simlarni, toklarni, ya'ni uyga mana domofonni simi ochiladigan yoki bu eshigimizda svetli bor, tok berilgan. O'sha toklarning simini o'sha tepadagi oshiq-moshiq ichidan tushirib olsa bo'ladi. Shu funksiyasi yaxshi. Siz aytgandek, kommunikatsiyalar o'tadi deydi-ku shunaqa. Shu kedagi mana bu eshigingizda mana bunaqa chuqurchilar nima uchun? Shuni ham aytib keting. Ruchkasi bor, taxtali ruchka, mana shu yerdan ochiladigan, taxtali ruchkani ushlatadigan joyi va bu yerda sveti ham bo'lish kerak. Tepaga, pastga svet tushib turadigan. Yorug'lik berib turadigan. Ya'ni Ehson aka, men aytmoqchimanki, hech kimning eshigi kechasi yonib turmaydi, lekin shu kedegan eshigi chiroqdan yonib turar ekanda. Men bilishimcha, nafaqat eshik, bu yerga odam yaqinlashsa, mana ko'rinib turibdi, sensorli chiroq. Dachi dvijeniyalarmi? Shuni bir og'iz Bular haqida men misol uchun aytmoqchiman, ko'p holatlarda biz kuzatamiz, mana ko'chadagi chiroq yoqib qolib ketadi kunduz kuni. Esdan chiqib qoladi. Esdan chiqib qoladi. Bu yerda mana datchik qo'yilgan ekan, ya'ni oldiga kelib harakatlanganda chiroq yonadi, kechasi faqat ishlaydi. Kunduz kuni bu chiroq ishlamaydi. Kunduz kuni o'chib turadi. Bular uy egasi o'chirish shart emas. Cho'kadagi men mexanizmni qayerdan oldinglar? Buni chet ellarmi yo o'zingizdan? Yo'q, bu o'zimizni Tiya bozordan oldim. Alyumin romlarni, o'sha aksessuarlarni sotadigan joyda. Demak, o'zimizda bor narsa. Ulisiz ichiga, tepaga, pastga chiqadigan. Wow. Shavkat aka, marhamat, shu yoqqa chiqib tursangiz, mana shuni yopinglar, eshikni shuni qulflaylar. Bir savolim bor-da. Qulflang. Buni ham qulflang. Qulflandi. Aka, qanaqa ochasiz? Kalti yo'q-ku. Domofonda bundan foydalanganmiz. Domofonga nima gapirasizmi domofon? Domofonni qo'l bilan ochadigan variant qilingan. Отпечатка bilan ekan, qo'yilma. Bu menimcha bunaqa texnologiya hali yo'q-a? Yo'q, endi Xitoyda bor, ochildi. Mana eshik ochildi. O'rtoqlar, ko'rdinglarmi? Bu kalitam yo'q. Bemalol 700-800 ta odam отпечаткasini qo'ydi. Men o'zim 5 ta barmog'im qo'yib qo'ygan. Endi bitta savolda Shavkat aka. Bu tokda ishlaydimi, nimada ishlaydi bu? Tokda ishlaydi. Tokka akkumulyator qilib qo'yasiz. Ana, akkumulyator mana. Sirasi javob berdilar demak, hamma yoqni o'ylab qo'yganlar. Nima deydi? Qaytdi uy ostonadan boshlanyapti-da. Aziz aka, Shavkat aka. Marhamat. Ichkariga. Keling. Los caminos se siembran de luna al paso lento de los gitanos. Mana hozir xonadonga kirdik. Umuman chiroyli, mana to'g'risini aytaman, Aziz aka, bir chet ellik xonadonlarga kirib qolgandek bo'ldi-da inson. Birinchi kirganimizda shu ayvon high-tech usulida o'zini joyini topib olibdi-da. O'shani shu haqida Aziz aka nima deb o'ylaysiz? Shu haqida gapirib bering, Shavkat aka qani. Turinglar shuni. Bu dispozitsiya bo'lganda, ana sharoitdan chiqish bo'ladimi?
garajimizni agar ko'rayotgan bo'lsanglar, pastga kiradigan, mashina kiradigan joy. Demak, buni tegi garaj. Garaj, ha, bu turgan joyimizni tegi garaj. Mashina turadigan joy. O'sha mashina kirishi uchun qiyaligiga sal balandroq joy kerak bo'lgan. Bu ideyani mana amakimlar berganlar. Amakim o'zi ko'p mana qurilishda emasdi. Ko'p menga yaxshi maslahatlar berib, yaxshi narsalar bo'lishiga. Shuning uchun amakimlarning maslahatlari bilan buni surdirib, katta qilib, baland qilib, tepasidan ham supa chiqdi. O'zbekchiligiga mos. Endi high-tech ichida o'zbekchilik bo'lib qoldi. Lekin bu ham bir hisobdan to'g'rimi? Azdagi sababi har bir xonadonda o'zimizning musulmon, o'zbekcha xonadonlarimizda choy ichiladi, vaqt kelsa namoz o'qiladi, hovlida o'tiriladi, to'g'rimi? Shu nima deydi? Shunaqa bo'lib qolgani ham bejiz emasdi. Endi qarang Aziz aka. Tegi oyna. Demak, bu yoqqa yorug'lik tushish uchun ham pastki garajga yorug'lik tushishini hisobga olib oyna qildirganman. Bitta muhim narsani aytmoqchiman. Ko'pincha podvol oynasi tepada bo'ladi, ichkaridan ochish qiyin bo'ladi. Ichkarida baland, qo'lingiz yetmaydi, narvonda ochishga. Bu ochadigani bu yoqdan qilingan. Mana shu o'kataga shuni ochib, yopib ko'rsatib bering, qanaqa bo'lishini. Qishda yopib qo'yasiz. Qishda yopib qo'yamiz. Kerak bo'lganda masalan ochib qo'yasiz, lekin juda ham zo'r o'ylangan ekan. Ya'ni podvol hamma oynasini xohlagan joyda tepadan ham ochish mumkin, g'oya deb. Hovlida masalan yomg'ir suvlari yoki qanaqadir suvlar bo'lib qolsa, hovlini agarotiga, yerga, tuproqqa ketmaydi-da, mana chetida kichkina aro qilingan. O'zim ideyam bilan bo'ldi. Tagiga plasmas trubani qo'mdik, ustidan kafil qildik va keyin plasmas trubani ustidan kesib tashladi. Mana kesilmagan joylar bor. Bolgarkada kesish, nima deydi? oqib plasmas trubani bir arxitektor ekansiz-da, dizayner deydimi? Ya'ni e'tibor bersangiz, haqiqatan mana Jaloliddin ko'rsatsangiz bo'ladi. Mana bu yerda trubalar qolib ketgan. Oddiy truba qo'yib, prosta kesib qo'yilgan. Sekin-sekin bu aytmoqchimanki, Ehson aka, bu hamma hovlini suvlari yig'ilib, tushib, ana Vigrbni yamiga ketadi. Yer ostiga 11 metrli quduq qilingan, qazilgan, o'sha shlaka blokdan o'rab chiqilganda, o'shaning ichiga mana shu yomg'ir suvlari hammasi ulangan. Hozir qarang, shu hovliga kirganda birdaniga shu katta oyna derazalaringiz diqqat e'tiborini tortadi odamni. Endi chiroyli, yorug'lik tushadi deymiz. Sovuq o'tkazmaydimi? High-techda haqiqatan katta oynalar, o'sha high-techga asnosi. Parda ham qo'ymaydi-da. Ha, parda ham qo'yishmaydi o'zi. To'g'ri. Yevropaning o'sha rasmlarini olganingizda endi u sovuq o'tkazib yuborishi mumkin. Shuning uchun iloji boricha 3 qavatli oyna qilib, ichini gaz bilan to'ldiriladi. To'xtang, bu oynalarning orasi gaz bilan to'ldirilgan. Gaz bilan to'ldirilgan. U nima cho'kma beradi? gaz deyiladi. Cho'kma gaz bu tepli izolyatsiya, ya'ni issiq havoni tashqariga chiqib ketmasligiga, tashqaridagi issiq havoni ichkariga kirib kelmasligi. Demak, yurtdoshlar qarang, menda ham shunaqa tushuncha edi. Katta oyna sovuq havoni tortib kirg'azadi. Aslida unaqa emas ekan, o'rtasiga gaz bir nimalar, shunaqa yo'nalish bor ekan. Gaz bilan qilinsa, endi agar sir bo'lmasa, masalan, ko'p tomoshabinlarga ham qiziq bo'lishi mumkin-da. Nech pul turadi shu mana bitta mana shu katta oynangiz, masalan. Ha, bumi? Bitta shuni o'zini ayting. Anaqa bo'lib qolmasmikan? Maqtanish bo'lib qolmasmi? Yo'q, maqtanishdan emas. $5230 bo'lgan shuni o'zi turishi. Benkam, agar bo'lmasam high-tech uy qimmatga tushar ekan. Ehsonaga o'sha haligi aytganimizni, masalan, ko'pchilik o'ylashi mumkin, high-tech uylar arzonroq uy deb o'ylaydi, lekin mana shunaqa katta oynalar bilan, ya'ni texnologiyalar bilan uy oddiy uylarga nisbatan qimmatroq, ancha ham. Deyarli 2 barobar qimmat chiqadi, lekin effekti ham shunaqada. Bu arg'imchoni kimga qilib berdingiz? Bu arg'imchoq bolalarimga, o'g'illarimga, endi baribir arg'imchoq kerak. O'zbekchilikda aytaman, bu Yevropa bilan o'zbek 2 o'g'il, 1 qiz. Xudo xolasa maza qilib yashasharkan chiroyli xonadonda. Mana menga boya kelib turdim-da, Aziz aka, shu yerdaga masalan ko'zimga shunaqa ko'rinyaptim. Podvolni ko'ryapsizmi o'sha yerdan? Oyna prosta shunda tushib ketgan. Endi shu orqa hovli bormi deyman, shu yerdan yo'liga turibdi. Tomoshabinlarga orqa hovlilarni ham ko'rsatdik, boshlang shu yerga boshlayman.
Shavkat aka bu yerda adashmasam orqa hovli bo'lsa kerak. Juda bir chiroyli ekan. Bu kichkina joydan ham foydalanibsiz. Qani endi gapiring bu yerda qulayliklari bo'yicha. Bu yerda Aziz aka o'zi tushuntirib bering, nimaga orqa hovli chiqib qolganimizda. Bizda mana bu hozir hovlimiz qiyal joyi bor edi. Mana shunaqa varriqulo deydi, o'zbekda xalq tilida. Yozgi oshxona, keyin mana bu hojatxona qilganmiz. Ko'zdan ko'rinmaydigan joyga joylashtirdik. Lekin juda ham mana bu oshxona zo'r tushibdi-da. Yurtdoshlarni ko'rayotgan bo'lsa, hamma masalan oshxona qilganda o'choq qilib, keyin vichishga qiladi-da. Vichishga tunkaligicha qolib ketadi. Bu yerda Shavkat aka zo'r ideya topdilar. Mana bu tunkaning ustini alikapon. Men bunaqasini ko'rmadim. O'zlari ixtiro qilganlar. Ijod qildilar-da, shunaqa zo'r stilni, mana high-tech uyda parapetni rangi bilan mana bu vichishgan rangi bitta rang olib turib ko'rayotgan bo'lsanglar. Bunda afishka qilganlar chiroyli. Kafilda qilib turib, tegi ochuv qilingan bundoq qarang. Tegi bundoq. Yo'q, kirib turishi, mana bundoq turganda. Turganingizda keyin hammani tegida pul oladigan joylari ham tegida. Juda ham to'g'ri o'ylanibdi shu narsalar. Ko'p osh qilasizmi deyman. Qilib turamiz. Polimizda ham mana podvolli oynalari mana shu yer ustida turibdi. O'shani olib kelyotgandim-da. Shu yorug'lik tushar ekanda. Keyin e'tibor bergan bo'lsanglar, masalan, mana shu to'liq yopib forishimiz mumkin edi. Buni yarmi yopilib, yarmi teparoqda yorug'lik o'tkazadigan qilinganda. Endi shobada ham bo'lib turibdi-da. Men o'zim ham qoyil qoldim. Men bu kirlarni yuvgandan keyin dor qilingan. Menga ham juda ham yoqdi. Shu qanaqa texnologiya aslida ko'zim tushdan televizor ko'radigan joy, ya'ni bo'ladi-ku, ya'ni nima deydi? Nima tushirib proyekt. Xo'p, proyeksiya bo'lsa bu kichkina joymi deb veshelkalarni ko'rdim. Hozir azza ketib qoldi. Bir ko'rsatib beraylik shuni. Dori ham shu odamga xalaqit qilmasin degan maqsadda tepaga chiqardi. Endi tepaga ilish qiyin bo'lganligi uchun iladigan paytda mana bemalol shobada ham bor edi. Shobada ham bor tepada. Yaxshi tez quriydi. Shu taraf ham bor. Mana pastga tushirib, bemalol ayollar yoki yosh bolalar bemalol ilib, mana buni bu yoqqa ichkariga qilsangiz, bu yoqqa tushadi. Bu nima o'zimizda bor ekanmi? Bu qimmat narsami? Yo'q, bu juda qimmat narsa emas, bizda yo'q lekin. Men Xitoydan olib keldim, o'zim qo'l. 5 pul turarkan, sir bo'lmasa. Sir bo'lmasa. 40 yuanmi, 50 yuanga oldim. Yuanda. Da, yo'q, 50 dollar emas, 10-15 dollar. Faqat mana shu mexanizm tros bilan mana shu narsani o'zida. Turbani o'zida bozordan oldim. Turbani. Bo'ldi, tushunarli. Ularda faqat mexanizm siz bo'ldi. Mexanizmini o'zini oldim. Mana bemalol tepaga yana qaytarib olib chiqib qo'yasiz. Bundoq qolsangiz bu yog'ini chiqarib qo'yasiz bemalol. Qarang, uydagilarga ham juda qulaydi. Kelib sekin kirini yoyib, aylantirib ketadi. Kirini yoyib, olib chiqib qo'yishadi. Bu yerda o'tayotgan odamga xalaqit bermaydi. Bo'lmasam yurtdoshlarimiz ham chalkashib ketishmasin deb bu high-tech uy eshiklari ham ko'p ekan. O'sha paradniy vxod deymiz-ku, to'g'rimi? O'sha asosiy qismidan kirsak, marhamat boshlang. Keling. Shobada bo'ladigan yo'l ekan, havo zo'r. Bekobod. Shobada siz shunaqa nomlab qo'ygan ekansiz. Chunki endi oraliq joy bo'lganligi uchun orqa hovli. Bolaga yo'ldan o'tganimiz, Bekoboddan o'tib kelgansiz kerak ekanda. Keyin yana bitta narsani gapirib o'tdik shu yerda. Mana men yoq taraf o'tganingizda ko'rsanglar bo'ladi, tepaga metallический jalyuzi qilganman. Uni sababi qo'shni tarafdagi uy bizning uyi ko'rib qoldi. Chunki devorim pastda. Past, mana shu shamol aylansin deb past qilgan edim. Qo'shni tarafdan ko'rinib qolmasligi uchun metallический jalyuzi. Lekin juda ham boplasiz. Bir xil oddiy oyna nima deydi, leksan qo'yib qo'yadi-da, havo aylanmay qoladi. Sizda mana hozir hattoki shu parcha devoringiz ham jalyuzi havo o'tkazadi, keyin devorlaringizda bor havo o'tadigan joy. Chillada kelsangiz ham shunaqa salqin. Shunday qo'yman, lekin menimcha bu tomoshabinlarga buni biz yetkazib bera olmaymiz, lekin gapira olishimiz mumkin-da. Endi paradniy vxodingiz qaysi? Yo'qmi, qayerdan kirasiz? Ko'pincha o'zingiz qayerdan paradniy vxodimiz. Ammo odamlar shu eshikdan yuradilar. Men uchun ulug'rog'i shu. Shundan yashang. Taklif qilaman. E'tibor, hurmat, otaga marhamat. Boshlaylik. Birinchi ko'zga bilasizmi nima tushdi? Mana shu high-tech uyga, azizga qarang, qanaqa kosmetik bir bilmayman, fazoviy bir nima deyapti-da, bir boshqacha ekan demoqchiman-da. Lekin haqiqatdan mana yurtdoshlarni ko'rayotgandir, umuman boshqacha-da. Mana oddiy derazalarni aytayman. Mana bu yerda bu eshik vazifasini ham bajarib yuboradi, kerak bo'lsa, to'g'rimi? Bolalar ham o'ynaydi. Dodadim keladi.
ko'pchilik mana romni polgacha o'qib qo'yishadi-yu. Mana shu 10-15 sm ko'tarish kerakligi haqida aytib ketmoqchiman Bu yurtdoshlarga. plyus ishini beryapti. Plyus o'tib ketish uchun hamisha rom 15 sm ko'tarilib turishi kerak. Ba'zi birlar yer bilan qo'yadi. Bir xil yerga qo'yib qo'yishadi, keyin gilamga xalaqit qiladi, ochganda Pol gilamga. yuganda ham xalaq beradi. Pol yuganda ham xalaqit qiladi. Ko'p noqulayliklar bor ekanda, shuning uchun albatta kim rom kattaroq Proletas bilan agar xohlasangiz shunday yer bilan barobar qo'yardingiz, to'g'rimi? Shuncha qilingan narsa. Shuning uchun albatta 15-20 sm pastda joy bo'lishi kerak romni tagida. Chetda shundoq bir kiruverish juda bir chiroyli qilinganda, nimadir uchun qilinganda shu asos solingan. Bu garderobniy xona o'zi. Через garderobning tualetlariga kiriladi. Mana otalari uchun mana spalnya qilingan, spalyaning ichida hozir biz turibmiz, spalyaning yonida garderob, sanuzel, mana bu kitob o'qishga joylari bor. Mana bu stul bor, tiydi pufklar ham olinadi agar misol Navaralari kirsa, kitob o'qib berib o'tiradilar-da. Mehmonga kirib qolasiz. Navarlarga bemalol buni kitob prosta emas, mana ichida yana anaqalar bor. Sekretlari. Uyimizda отопление yo'q. Xo'p, o'sha sistema И to'g'ri. охлаждение ham yo'q. Butun uyimizda hammasi shu sentralniy fan coil orqali isitiladi, fan coil orqali. Hamma xonada bor shu. Hamma xonada. O'zi yoqib o'chiradi. Hamma xonada mana o'zini mana qanaqa datchiklari bor. Bu datchigida kerakli gradusini belgilab qo'yasiz, xonani o'zi ushlaydi. Klimat kontrol, xuddi mana oldingi mashinalarda pechka bilan hali axir anaqa bo'lgan. Hozirgi kunda klimat kontrol bo'lib ketgandek narsa. Asosiy включатель 3 ta ssenariy bo'yicha ishlaydi. Masalan, yoruq, o'rtacha va Qani pastroq. bitta yoqib ko'raylik, shularni alohida. Yo'q, bu Podsvetka mana chetiga berilgan. Bu o'sha yotganlarida ko'zlariga tushmasligi uchun bemalol kiyimlarini topib yurishlari, masalan, adam ertalab oshga ketishlari mumkin. Keyingisi mana bu svetilniy, bu kitob o'qishga. Kitob o'qishga. O'chirib yoqsalar o'zgaraveradi, masalan. Bu включатель yana bolasi ham bor ekan, nakleykadir. U Wi-Fi orqali buni o'chirib yoqqan. Unga sim kerak. Xohlagan joyingizga qo'yib qo'yasiz, o'sha yerdan o'chirasiz. Yurtdoshlar bilan tushunmadim bu. Nima deydi? 21-asrga juda anaqa. Bitta qarsak chalsangiz osham damlab bermaydi. Qurilishida, keyin o'sha qurilishdan boshlab oxirigacha mana bu bo'lsin. Mana bu bo'lsin, o'zingizdan ehtiyojlaringizdan kelib chiqib qilgansizda, bu juda ham zo'r. Shuning uchun men o'zi yurtdoshlarimizga maslahatim, proyektni o'zida hamma ehtiyojchi bitirish kerak deb o'ylayman. Men shunaqa qilganman. Proyektni o'zida boshidan hammasi kompyuterda chizib, bu nima qatta turishini oldindan bilgansiz. Kalovat qatta bo'ladi. Chiroy yoqadigan. Keyinchalik mana ustalar kelishadi, o'ziga qulay tarafini, "Aka, bu kerak emas, buni olib tashlang." Yo'q, menda proyektni chizdirganmanmi, proyektga 1 oy vaqtimni ketkazib. Mana realistika kelib chiqamiz. Chiqmaymiz. Kim elektrikni uyda qiladigan bo'lsa, обязательно включатель tagida hamma xonada rozetka bo'lishi kerak. Yonida tursa-chi. Ko'proq pastda bo'lgani palisos ulashga qo'ymaydi. Yashayman. Juda zo'r maslahat loyiha. Tortishuvlarda insonlar ikkita fikrga bo'lingan. Xo'p. Bitta fikrdagi odamlar aytadiki, mana shu anaqa nima deydi, включатель bunday yon tarafda turganingizda bunday yoqoladigan balandlik 1.10 balandlikda bo'lishi kerak deydi. Men o'zim mutaxassis sifatida, arxitektor sifatida 1.10 tarafdorman. Chunki bir xil paytda uyi poli balandroq ko'tarilib qoladi. Chet ellarda oyog'ida tepib yoqishyapti-yu. To'g'ri, lekin o'zi qulaylik jihatdan qaysi biri qulayroq bo'lsa, men 1.10 tarafdorman. Mana shu shunaqa qilingan. Endi tabiga qarab qiladi-da, to'g'ri? Misol uchun kimdir Men qo'shimcha qilib bo'lsam, nimaga men 1.10 qo'ydirganim sabab, birinchi bolalardan teparoq bo'lsin. Yosh bola kelib o'ynayveradi, chunki bu sensor. Bu qizlardan boshqacha. Shunisini o'ylaganman. Ikkinchisi, pastroqda agar mashtigimda tumbichka bu narsa qo'ysam, stul qo'ysam, olib kelib qolmas. Juda ham to'g'ri, juda. Keyin yotgan odam ham включательli svetini ko'radi. Chunki bu yonib turadi-ku. Kechasi yonib turadi. Misol uchun shu yoqqa направлениyaga qarab kelaveradi. Shunga to'g'ri bosib keladi. To'g'ri. Parolar ekan, qizlar ekan, ashula ham aytar ekan, bluetoothga ham ular ekan. Ketishda hamma knopka. Endi tepani qara. Tepada. Qovuni aylantiradi. Issiq. Barcha ham knopkalari ko'p ekan, ajoyib narsa ekan-da. Endi nima deydi bu? Mana bu qizimmi yo'q? Bor, men hali yoqtirmaganman. Prosta adamga men turib yurmayman deb o'chirishga. Ortiqcha sim tashalmaydi. Bitta o'zdan o'chirmayapti. Oling kitob o'qiydiganini yoqishingiz mumkin yoki faqat orqa tarafini yoki umuman hamma ikkalasini yoqib yoki umuman o'chirib qo'yishingiz mumkin. Va eng muhimi, mana bu yerda yana telefon zaryadka uchun joy ham bor.
zaryadka qilsa ham bo'ladi. Shavkat aka, biz hozir oshxonadamizmi? O'zi uyingizda ham chalkashib ketdik. Hamma yo'qni nima? Bu oshxona, ya'ni ovqatlanadigan joyimiz, ovqat qiladigan emas. Ha, yashang. Bu yerda asosan o'tiriladigan joy. Stalovoy. Stalovoy. Endi mana hozir boyagi mana shu oynangiz bor-ku, derazami, oynami, tushunolmayman. Eshikmi? Buni ochilar ekan hamda ruchkasi turibdimi? Shuni ochib qo'ysak Ochiladi. Buni qilganimizdan sabab bu asosiy o'tiradigan joyimiz keldi chiqdini ko'rib turish uchun va ochiq hayvon, yopiq hayvon. O'zbek tilida aytganda bitta hayvon, nima edi? 3 ta xonami? Shunaqa. Mana ochdingiz, ochiq hayvon bo'ldi. Ya'ni hovlimdan birlashib ketyapti. Havoni qarang kirganini. Ha? O'rdak qanaqa mashina kashf etgan shu devor yurasiz hech narsa bo'lgan yo'q. Hech narsa bo'lgan emasmish. Axir kvartiraning yarmi yo'g'ib ketdi-yu. Hammasi joyida. Hammasi joyida emish. Ko'rmayapsizmi? To'ylarda, bir yig'inlarda juda qulay ekanda. Mamta ochib qo'ysa, bitta dahlizda o'tirganda, kattalar mamta choychi, "Ey, bu yoqqa choy damlar bor, bitta osh." Mamta nima engashib kiriladimi, bet nima xoh? Yo'q, bu akvarium uchun tashab ketilgan joy edi, hali qilinmadi. Akvarium kelmadi Xitoy. Demak, akvarium uchun joy. Ding'ir-ding'ir reklamamiz ketadi, reklama so'ra akvariumga. Oshxona bilan ovqat qilinadigan kuxnyani ajratganimizdan sababi o'zbekchilik. Masalan, kelinlar ovqat qilayotgan bo'ladi, qaynata o'tirgan bo'ladilar, boshqa hidi bor, dushi bor. Uyga aralashib ketmaydi, juda ham to'g'ri. Shu tarafga bizni kuxnyani uzoq qilmadi u oshxonada. Yopib qo'yadigan variant. Shu yoqqa xatlab o'tsak bo'ladi-ku. Keling, o'ting. Mayli, endi bir xil yopiladi-yu hammasi. Ha, bir xil shu oddiy kupeli ham. Qanaqadir bir transformer joyga o'xshaydi-da, hech qanaqa ruchka ham yo'q, ushlaydigan joyi ham yo'q. Lekin meni nazarimda bu nima deydi? Shkofmi nima bu? Men naryoda narsa o'zi gapirib bera qoling, qanaqa ochasiz? Bu minimalizm, high-tech minimalizm, o'sha ruchkasiz katta panellardan tashkil topgan va ishlash prostranstvoga chiroyli bo'lish uchun ochib ko'rsatsam bo'ladi. Ha, bemalol mana Aventus sistemada ochib qo'yiladi. Buni yaxshi tarafi mana ochib qo'yilgandan keyin mana shu prostranstvoni bemalol ishlashingiz mumkin. Xoliq solib, olib, qo'yib, yuvib, yana yopib qo'yishingiz mumkin. Bu xoligan anaqada to'xtaydi. Ya'ni yosh bolalarning qo'li yetadigan joyda to'xtatishingiz. Pastki tortmani ham unda surib ichkariga kirgazib yubormaydi. Pastki tortmani ham ruchkasi yo'q, mana tepasidan tortib ochiladi. Tegidan tortib ochiladi. Juda ham qulay qilingan ekan. Hammasi. Svizitelni ham aytib bering, shu yerga вообще allanbob. Svisitel Xitoydan olib kelganman. Bu yoqdan suvni yoqish mumkin, oddiy tepada bu yoqqa. Keyin chayish kerak bo'ladigan bo'lsa, mana bu narsasi ham bor. Buni bu yoqqa tortib turib, bosilsa mana yuvib bemalol. Bu narsa men bilan chay olish mumkin bo'lgan. Har xil yo'nalishda qulay ishlaydigan svisitel ekan. Juda ham yaxshi. Demak, gazli panelni alohida, duxovkani alohida, mikrovolnovkani alohida. Anaqasi. Wow. Posodomoykasi. Idish tovoq yuvadigani. Da. Bu ayollarni eng kerak narsasi. Keliningiz tanlagan. Ha, yaxshi, zo'r. Bu nima tepadagilar? Bular duxovka, kelgan mikrovolnovka bor. Mikrovolnovka. Bu ham bir qanaqadir o'sha bir xil fonda slivatsiya qilib ketgan, ya'ni bir xil fonda o'tib ketganiga qanaqadir. Ehson aka, arxitektor sifatida bitta qiziq narsani aytmoqchiman. Biz hozir kichkina oshxonada turibmiz, lekin bu oshxonani o'sha banka-sonkalar turadigan bitta xonachasi bor, ya'ni podvol. Uni mana bunda ochsangiz, pastga podvolga tushib ketasiz. Bu yerdan podvolga tushib ketadigan. Eshikni ochsangiz, sensor chiroqni yoqib yuboradi eshikni ochganingizda. Siz endi mutaxassis sifatida high-tech o'zi ma'nosini tushuntirib bering. High-tech bu so'zma-so'z tarjima qilganimizda yuqori texnologiya deb tarjima qilinadi. Xonadan bu xonaga o'tirasiz. Yaxshi tarafi eng anaqasi masalan sovuq kunlarda kelsangiz, mashinangiz garajda
oddiy kiyimda tushib ketaverasiz. Butun uydan tashqariga chiqib islaysiz. Uy ichida Tashqarida ob-havoni bor ekanini bilmaymiz. Juda ham yaxshi. Endi undan ham burun yosh bolalarga ham qulay, qariyalarga juda qulay. Hozir qarang, shu zalga kirdikda, keling sal yaqinroq yursak bo'ladi-yu. Aziz aka, mana shu qarang, chiqarib qurilgan. Menimcha nargi loyihada shunaqa qurmoqchi bo'lganda, korobka qilib. Men Aziz akamga yana rahmat deyman shu ideyani berganlari uchun, chunki bu oddiy edi, tambursiz bo'lmaydi dedilar. Qo'l katta ko'ryapsizlar, bu yerda isitish, sovutish ozgina murakkabroq, shuning uchun cheris tambur tortib ketmaydi. Eshik primoy, eshik ochilib tashqariga chiqmaysiz-da. Birdaniga xonada paydo bo'lib qolmaysiz. To'g'ri, ha. Uyda birdaniga paydo bo'lmaydi. Oldin как бы prixoshka, tambur degan tushuncha bo'lishi kerak. Bu hamma narsa mamta yechinib, misol uchun yomg'irlar, qorlar o'sha tashqarida qolib, uyga toza yozga kirib kelaman qishdan nima deysiz? Sho'gat aka qarang. Mana shu katta oyningiz bu ham suriladimi, ochiladimi, nima qiladi? Ruchkalari turibdi-yu. Bu ham ochiladi. Bu yerda endi nimaga biz har xil kesma tushmasin deb, katta joy qolsin deb, chunki ahamiyat bergan bo'lsangiz, katta oynali, ya'ni mana bu ochiladi. Life hack. Qani bitta ochingchi? Bitta ochingchi? Bundoq ochib, bu faqatgina havo almashish uchun, ya'ni holda havo. Ha, demak ochilmaydi bu. Yo'q, bu yerdan chiqilmaydi, kirilmaydi. Lekin yana bir qo'shimcha joy. Eshik yonida turibdi. Bitta chiqaman. Havo ochilishga juda yaxshi ekan. Tasavvur qiling, bu hozir bunaqa ko'ringan bilan katta bir narsa juda ko'p havo o'tkazib beradi, menimcha, to'g'rimi? Освещение bo'yicha gapiradigan bo'lsak, juda chiroyli, nima deydi, ana havoda turgan deydi, bir chiroylari, keyin chetida bunday xuddi studiyani chiroylarini qo'ygandek turibdi. Bularni bu kim g'oyasi o'zi, bu kechqurun juda bir ajoyib ko'rinsa kerak-a, Sho'kadagi. Bu g'oya o'zimning ikkita lyustra, balka, bu Aziz akamning ideyalari, Aziz akamning dizaynlari bo'lgan. Tepadagi mana taxta tashab balka qilish o'zimning ideyam. Yo, Dilshod degan o'rtog'im ko'rsatgan, shuni ideyasi. To'g'rilab qo'ydingiz-da, nomada ko'rib qolsak, o'g'irlatdi sanasi. Endi meni ideyam emas edi, bu malyarlarning ishi mana chetiga xuddi kinozalga o'xshatib tushirishib, malyarlar ishim ko'rinsin deb qilishar ekan. Lekin ko'rinishdan ham burun gapingiz bo'ldim, bu juda yaxshi effekt beradi. To'g'ri. Ana nima deydi, xonani yana ham bir nima deydi, kengroq ko'rsatadimi? To'g'ri. Shu poli ham bir ajoyib ekanda, bu tarketmi, nima bu ana shu. Bu tarket spesialni olib keltirilgan. Men demoqchi bo'lgan bir rangi ham ajoyib ekan, o'zi ham ajoyib ekan. Biz endi hozir holni gapiradigan bo'lsak, mana shu holda, masalan, mana bundan holdan kirganimizda, bu yoqda chaptada oilaviy o'tiradigan, televizor ko'rib o'tiradigan joy, zona. Endi hali xonalariga gapingiz bo'ldim, ozgina bir aksessuarlari menimcha hali sal yetib kelmagan, chunki pandemiya bo'lib qoldi, yo'llar yopilib qolganligi hisobiga ko'p narsani Xitoydan etgan edim. O'sha kartinalarim, yana bir ikkita narsalarim, o'sha aksessuarlar o'sha hali yetib kelmadi. Turib, mana simlar chiqib turibdi. Azgacha mayda juda aksessuarlar bor ekan, ba'zi bir. Biz jarayonning ustiga keldi-da, Sho'kat aka ozgina bitirib olay deganlariga men ichim baribir qiziqib, bular uylari zo'r chiqqan uchun, proyekti ham antiqa bo'lgani uchun, yo siz bitmagan bo'lsa ham ko'ringlar deb. Bu xonada bitganda yana bir kelamiz deb bo'lmasa. Xudo xolos. Lekin shu joy juda qulay ekan. Masalan, bu yoqda nima xona, mana shu zal dedingiz-a? Zal. Demak, masalan, ayol erkak kelganda erkaklar bu yoqda televizor ko'rib gaplashib o'tiradi, ayollar bu yoqqa kirib ketadi. Bu oldindan o'ylangan menimcha. Endi biz zalga katta xona qoldirmadik. Oltiga 4,5 xona qoldirganmiz. O'sha paytda ayollar kiradigan xona qilganmiz edik. Endi o'zbekchilikda, bizning musulmonchilikda endi ayoli kirsalar, u yoqqa kirib o'tirsalar, erkaklari bu yoqda o'tirishlari mumkin, bemalol. Keyin orqa taraf bilan o'tiriladi. O'rta bolalarning zonasi. Bolalarning zonasi. Ayollar nima qilayotgani ham ko'rinmaydi, erkak kishi ham shu holda bir chekkasida o'tiradi. Shu joyi menga juda ham yoqdi. Haytdek uyda o'zi mehmonxonasi yo'q. Aslida biz endi mentalitetga to'g'rilab, siz shu to'g'rilagansiz. Ha, yashang. O'shaning uchun ham oldini olib qilib qo'ygansiz. Sho'kadagi nechta xona shu imoratingizda umumiy olib qo'yganda? Bu yerda
umumiy emas, shu birinchi masha xona joyda 3 ta xona bor. Bitta spalni bor, o'zimning spalnim, bitta detskiy xonam bor bolalarimga. Bu yoqdagi yashaychi. И bu anaqa zal, u yoqdagi xona общийga tualet vanna. Ha, demak o'sha zinaxonani oldida. Zinani oldida. Juda yaxshi. Alohida qilingan, даже hojatxona ham через anaqadan o'tadigan qilingan. Shu zinani oldiga borsak-a, Mayli, kel. Qaytak bo'lgani uchun masalan yog'ochdan, yong'oqdan qo'g'irchoq qilib qo'ysa bo'lmasdi-da. Shuning uchun zamonaviy uy bo'lgandan keyin perilasi ham zamonaviy shishadan bo'lish kerak deb hammasini mutanosib shilla. Men tasavvur qila olmayapman-da, bilmayman bu yonadimi, o'chadimi, bir nima bo'ladi-da. Qarang, hali tugamagan. Svet bor, to'ki bor. Bu yerdan svet yonadi. Qo'l bilan ushlasa svet yonadigan. Ana, qarang, bir ajoyib joylari bor ekan-da. Azaka, shu high-tech usuli arxitekturada O'zbekistonga qachon kirib kelgan? Qancha bo'ldi? Chet el televideniyalar, YouTube va boshqa kanallarni ko'rib, o'shatdagi texnologiya, o'shatdagi uylarni ko'rib, endi bizning o'zbeklarimiz shunaqa uylarni qurilishi boshladi. Qo'l to'rsa nima demoqchi edingiz? Quyosh tushmayapti shu xonaga, lekin yop-yorug'. Hamma tomondan yorug'liklar bor, hamma oynalar ochiladi. Menga yoqqan taraf qarang, chetda ham havo aylantiradigan, muzlatadigan, isitadigan ventilyatsiya bor ekan. Bu nima deydi, ani juda qulay narsa-da. Endi bu yerda hozir bizda bitta detskiy xonamiz bor. Joyda bitta to'xtasak-da, Sho'g'id aka. Mana hozir Aziz aka boya kelganimizda tomoshabinlar ham sezgandir. Shu ikkita cheti Aziz aka ko'rsating mana. Ikkita chetini ko'rsating, yonini mana. Ikkita cheti ochiq. Ya'ni qanaqadir tilda prosmatrovый deyiladimi? Tomosha qilib vishkaga o'xshaydi-da. O, mahallani boshi yoqda ko'rinadi. Bu yoqdan hovlilar qisqasi ko'pchilik bunaqa chiqarib qurmaydi-da. Bu nimaga bunaqa g'oya qilgan? Bu azakam g'oyalar. Azakam berganlar. Ehson aka bunda hozir zinani plashatkasi ko'chaga bo'rtib chiqqan. Yurtdoshlarimizni ko'rishi mumkin. Ikkita tarafda, yon tarafda oyna qo'yib, oldiga oyna qo'ygan. O'shani so'rayapman. Bu nima uchun bunaqa tashab ketdingiz? Bu oyna men ko'chani bu boshimdan ko'cha u boshini ko'rsatishga imkoniyat beradi. Mana shu bitta kreslo qo'yib, bitta tarshiya qo'yib, kitob o'qib, ko'rib ichib, hovliga qarab o'tirsangiz ham bo'ladi. Bu hazil hammasi qarash, xayol surish, eng asosiysi men nazarimda funksional ish beradigani yurtdoshlar bet kengaygan. Bo'lmasa mana mamtga turing, mamtda to'xtab, hozir mana bunaqa gaplashib turgan bo'lardik-da. Hozir endi mamtda o'tiribmiz. Joy mamtdan demak shkafni ham ko'tarib olsa bo'ladi. Joy katta. To'g'ri, shkafni olib chiqib kirishdi. Qolgan taraflar juda Sizni xona mana patologi baland bo'lib yop-yorug' qilingandi. Bu yerda chiroqni yoqishi zarurati ham yo'q, chunki mana bu yoq tarafdan holdan kelayotgan yorug'lik zinaxonani ham yoritadi va bu yorug'lik holga ham tushadi. Endi tasavvur qiling. Podvolga ham ko'chani nurini tushirgan odam juda ham ekonomli variant ekanda. Meni nazarimda siz shu sohada ozgina ta'lim ham olgansiz. Shu ozgina shu injiniring bo'yicha ta'lim. Azizga gap bu yoqda ekanda. Qayerda o'qigansiz shu yo'nalishda? Xitoyda. Demak, Xitoyda o'sha yo'nalishni o'qib, shu zamonaviy ekonomikasini tatbiq etdingiz. Toshkentda shu O'zbekistondagi uy qurib, to'g'rimi? To'g'ri. Marhamat, tepaga boshlang. Keling. Hozir qayerga ketyapmiz? Qishki bog'imiz bor. Onamlar gul boqishni yaxshi ko'radilar, adam qush boqishni yaxshi ko'radi. Shunga shu yerda tayyorlab qo'ydingiz. Shuning uchun shu joy tayyorlab qo'ydik. Marhamat. Aziz aka boshlang. Endi hali hech narsa qilinmagan. Gullar ko'rinib turishi uchun oynadan qildi. Uni devori yorug' xona bo'lsin dedi. Ham bu yoq ko'rinib turibdi. Ham bu yoq ko'rinib turibdi. Bu xonada ham gul, ham bulbul bo'lar ekanda. Ya'ni Endi qarang. bu yoqda lashab hammasi birlashib ketadi. Hamda nomiga bo'lsa hamda bo'lib ketadi. Shu mamlaqa. Yo'q, ushlab turadi bir-birini. Yo'q, ushlamaydi u. Ko'tarilib qolaveradi, turaversin. Ko'tarib qoladi. Ha, g'ish loy bosganda g'ish bosadi-da uni. Toshnaqa yotib chiqarmaysan. Bu uchun u bitta g'ishni yarim soat pitasashimga to'g'ri keladi. Mana keyin qamishni o'ldirishadi. Hozir Ro'gat aka uyi devorlari haqida gapiryapti. Tashqi devorlarni qanaqa qurganlar?
Birinchi o'sha qurilishda tashqi devorlar, tashqaridan sendvich bo'lishi uchun, ya'ni havo, issiq havo tashqariga chiqib ketmasin, energiya tashqariga chiqib ketmasin va tashqaridan energiya ichkariga kirib kelmasin deb o'rtasiga havo bilan to'ldirish kerak edi. Havoni o'rniga qamich to'ldirganmiz. Qamich ham havo, bilsangiz uning ichi pok bo'ladi. 5 ta g'ish yonlamachasi terib, ichiga qamich to'ldirib, keyin simni zigzag qilib tashab terilgan. Butun uy qamichdan qurilgan. Bu nima beradiki, uy issiq, qishda issiq, yozda salqin. Texnika mo'jizasini ko'rganman-ku. Lekin bunaqasini endi Aziz aka, shuni arxitektura yo'nalishi bo'yicha bu to'g'ri devor hisoblanadimi? Buni kolon chetlarida kolonnalari bor, rigel, serdeshniklar hammasi bir-biriga bog'langan. Konstruktivniy nuqtai nazarda zilzila bardosh, faqat devor to'ldiruvchi vazifasida shunaqa mana shunaqa usulda qilinganda, bunda o'sha termoizolyatsiya. Yo'q, men texnika bezopasnosti. Yo'q, texnika bezopasnostga javob beradi bemalol, ha. Bu yoqda eshik bitta ko'rsating, bu yerda nima? Bu nasosli. To'xting. Tomoshabinlar tushunsin. Nasosni nima uchun ishlaydigan nasosni shuni aniqlab bering. Pankoillarimiz bor, hamma pankoy, atapleniya va konditsioner. Sizda sentralniy qo'yilgan. Sentralniy qo'yilgan. Hop, yashang shuni nasos bilan suv haydash kerak. Buni aylantirishga. O'sha nasos stansiyamiz shu yerda. Bittan ham kichkina joydan foydalanib qolibsiz-da. Bu nega bu ikkinchi etajga qo'yilgan degan savol tug'iladi. Nima tepaga ko'tarib qo'yib pastda joyi yo'qmidi bunga aka? Nasoslaringizga nagruzka tushmaydi. Chunki suv tepadan pastga yuraveradi bemalol. Yashang, o'zini samotyokini ketadi. O'zini samotyokı bilan ozgina kuch bilan suv bemalol aylanib chiqadi. Qarang, shu yo'nalishi ham qiynalmaydi-da, nasos yaxshilab beradi. To'k kam ketadi. Lekin juda yaxshi qilingan, mana o'zingizlar ham ko'rishingiz mumkin. Hozir operatorimiz ko'rsatadi. Yo'qmi, uzun koridor, oxiri nima ekan, nima xona ekan? Kabinet. Mana kabinetda. Bo'ldi. Bu boshida havo bo'ladi. 200 litr suv ketib qoladi, shuni istiqbolga cho'qizib qo'yadi deysizda. Hozir shuni gapiramiz. Bu yoqqa o'ting. Men bitta narsa so'ramoqchi edim-da, Shavkat aka qarang, faqat ochiq oydin gaplashing. Masalan, hozir hamma yoni haqiqatan ham chiroyli, zo'r ekan, high-tech usulida knopkalar, qarsiylar chasa, o'zi yonadi, o'zi o'chadi, dazmolga o'xshab. Endi demoqchi bo'lganim, endi hazil-ku, misol uchun yurtdoshlarga ham juda qiziq bo'lishi mumkin bu savolim. Hamma yo'q ham tekis zo'r emas-ku, qayerdadir kichkina xatomi, nimadir o'tganmi yo nimadir qilmaganmisiz? Shu to'g'risida gapira olasizmi? To'g'ri. Kamchilik bor, endi hamma ish bor joyda kamchilik bor. Aynan nimada kamchilik o'tgan shu xonada? Men shu eng katta xatoyim deb o'ylayman. Katta xato deb bilaman shuni. Sentralniy issiq suv qilganim. Sentralniy, ya'ni podvolda kotelniyda bor-da, o'sha yerdan keladi. U hozir issiq suv aniq ilk kiritaylik, mana shu yerda turgan bo'lsak, u hovlini boshida. Naryod. Bo'ldi, hop. O'sha yerdan issiq suv beradi. Tepaga beradi. Masalan, birinchi ochib qo'yganingizda issiq suvni xolab ochsangiz, ancha vaqt kutib turishingiz kerak issiq suv kelishi uchun. Yashang. Sovuq suv keladi. Keyin agar sirkulyatsiya qilib qo'ysangiz, sirkulyatsiya to'k ketyapti. Kerak emasligini aylanib turaveradi. U ham soviydi, yana kotel yana uni demak, siz yoqib qo'yasiz, anchadan keyin suv ketadi, keyin qiziydi. Shu kichkina kamchilik demoqchisiz. Agar hozir menga imkoniyat bo'lganda, har bitta xonamga ariston qo'yardim. Avtonomniy. O'zini tokda istadigan, qolgan shuni yoqsangiz issiq suv tushyapti, o'chirsangiz. Eng yaxshi tarafi yana hozir bizlarnikida bitta-ku issiq suv to'xtasa, hamma uyda to'xtaydi. Shuncha xonadonlar hammasi to'xtaydi. Yo'lda bitta buzilib qolsa, avtonomniy uy yo'q, ishlab turadi, rezerv bo'lar ekan. Qolsa boshqasiga ishlaydi. Yashang. To'g'risini aytsam, ikkinchi etaj kelajak uchun. Yashang. O'g'limni uylantirsam inshaalloh. Xudo xolasa, xudo. Mana spalnisi, kelinga bitta zal, o'zini bolalariga spalni. Har bitta xonadonida o'zini qulayliklari bilan, sanuzillari bilan yashang. Bu yoningni operatorlarimiz ko'rsatadi. Bu kabinetingizga kirsak bo'ladi. Farzandlarimni uylantirsam, pulga zal bo'lsa kerak, xudo. Endi yo zal, yo detskiy nima yaraydi-da. Juda ham to'g'ri, yaxshi niyatlaringizga erishing. Menga hozir shu xonada nima yoqdi aytaymi, Aziz aka? Mana shu burchakdagi
Mana tasavvur qiling, mana bunaqasi tursak ko'rinadi. Burchakdagi oynani shunaqa joylashtirgansizki, shu yerdagi masalan hamma xonadonda ham ko'ravermaysizda, yana kolonna turibdi. Bu yerda mana podokonnigi italogranitdan qilinganda, rangi o'zgarmaydi. Quyoshcha ham rangi o'zgarmaydi, suv tushsa ham o'zini rangini Juda bir o'zgartirmaydi. mustahkam narsa. Mustahkam narsa. Kerak bo'lsa ustida narsa ham to'g'ri sezib bo'ladi. Ham kam joy egallaydi. Masalan, rom qo'yganingizda ko'pincha podokonnikni qo'ysangiz, tagida joy qolib ketadigan ehtimoli bor. Kim Bu podokonnik shuni hisobidan shu pastroqda ham turibdi-da, to'g'rimi? Bu kam joy egallaydi, ham rastvorda o'tkazgani uchun buni tagidan shamol kirish ehtimoli umuman yo'q. Juda ham to'g'ri. Ana plastik podokonniklarda ba'zi bir holatlarda montajli penada qilib ketishadi. U pena tashqaridan sovuq kirib, keyin chetlarda sal zazorlari qoladi, bariga ham u pena anaqa qilmaydi, o'sha to'g'ri. holatda kamchiliklar bo'lishi mumkin plastikda. Bu har doim emas u, ba'zi bir holatlarda bo'ladi. Bunda lekin bunaqa holat bo'lmaydi. High-tech usulida qilingan uyingizda elektrikasini sal boya qulog'imga chalindiki, hamma yerda svet ketsa ham sizda ma'lum bir joylarda ishlab turadi dedik. Shu haqida gaplashaylik. Bu ham juda qiziq narsa-da tomoshabinlarga. To'g'ri. Xullas biz uyimizni nima qildikki, ikkiga bo'ldik. Tok ketsa o'chadigan joy bor, tok ketsa o'chmaydigan, ya'ni tok bo'lib turadigan joylari bor. Bular nima narsalar? Birinchi qadimiylar. Xolodilnik, keyin hali kirganingizda barmoqda eshikni ochib kiradigan joy asosiysi. Tok ketib qolsa uyga kirolmay qolasiz o'zingizdan. Yoki garajda haligi eshik ochiladigani, kechqurun kelganingizda tok yo'q, mashinangiz qolib ketadi. Yoki faraz qiling, mashinangiz ichkarida. Tok yo'q, uyda qolib ketishingiz mumkin. Первый необходимость. И котел. Keyin mana fan coilni ham ichida 30 vatlik kichkina ventilyatori bor. U tok bo'lmasa, ishlamasa, uy sovib ketadi yoki isib ketadi. Shuning uchun bu fan coilga ham первый необходимость tok kerak. Endi ikkinchi darajali narsalar. Siz hozir shu sanalaganingizni ham hammasini sanab o'tdingiz, menimcha faqat televizor qolib ketdi deymizda. Televizor, холодильник, keyin dejurniy освещениyalar, dejurniy ikkinchi daraja, ikkinchi darajali o'tsa. Qancha payt ishlab turadi o'sha chivak ketganda o'zi? Endi u qo'yadigan batareykangizga bog'liq. Agar batareyka hozir aytaylik, menda hozir 6 soatga mo'ljallangan. Shu sanab o'tgan narsalar 6 soat tinmasdan ishlab beradimi? Ha, bemalol. Oddiy misol mana shu spalniyda. Spalniyda tok ketib qolsa, nima shu? Dejurniy освещение. Bu dejurniy освещение. Ya'ni karavangiz tepasida turadi. Yoqqaningizdan keyin bemalol siz kiyimingizni topa olasiz. Demak, qarang. Gapingiz bo'ldim, shu birinchi kerak narsaga shu kiradi. Chiroq ochganda ushlab turadi. Dejurniy освещение. Okey. Telefon zaryad qilishingiz kerak. Tok ketib qolsa, telefoningiz o'chib qolgan, ertalab ham ishlab turadi. Bu ham birinchi neobходимый narsa. Bu telefon zaryadkasi. Keyin televizor, futbol ko'rib yotibsiz. Qiziq joyda to'xtab qolsa, endi bitta savolda sizga, u shilchoqdan o'tib ketadimi yo borib yoqish kerakmi? Yo'q, invertorli bo'lgani uchun siz sezmaysiz. Ana. Uni qatdan sezasiz. Tok ketganini. Yo'q, hech narsa. Qatdan sezar ekanmiz. Faqatgina главный освещение o'chganini sezishingiz mumkin. Yoki bespilboyni ketaveradi. Qolganlar bespilboyni ketaveradi. Endi televizor katta tok yemaydi. Hozirgi kunda холодильник ham 150 watt. Ancha ekonom bo'lib ketgan. Bu освещениялар 3 watt bular. Juda kam, juda kam yig'iladi. Общий yig'ilsa menda o'sha 1,5 kilovat. Mayli, endi boshqa xonaga chiqamiz. Bu yerda boshqa xona deganim podvoliga juda qiziqib ketyapti. Yashaydigan qizuv sanuzil bor. Mayli. Yurtdoshlar, mana hozir biz xonadonni, high-tech xonadonni podvolidamiz. Podvolda juda ko'p, nima deydi, xonalari ko'p ekanda. Aziz aka, tashqaridan eshik, ichkaridan eshik. Bir hisobdan yaxshi texnika bezopasli, lekin bir hisobdan bu sovuq tortib ketmaydimi? Yo'q, mana hozirgi kunda mana bunaqa podvollar polujiloy qilinyapti. Ya'ni bu yerda trenajyorni yoki bolalar o'ynaydigan joy qilish mumkin. Podvolimizda ham tashqariga chiqadigan zinamiz joylashgan, ham uy ichiga chiqadigan. Lekin bu yaxshi texnika bezopasnosti bo'yicha podvolga kirish chiqish juda ko'p bo'lish kerak. Ha, to'g'ri. Ahamiyat bersangiz bu yerga pastga tushasiz. Urindan qadam pastga tushasiz. Sababi sport zal anjomlari baland bo'ladi. Tortilish, sakrash, arqon sakraganda arqoningiz tepasiga tegmasligi uchun. Teparoqda bo'lish. Balandroq bo'lish uchun shu tushirilgan.
Lekin shu yaxshi ekan, bu yoqdan oshnanglarga kelib qolmang deb qarab tursa. Shu sport zalichi nimanidir eslatyapti, o'zi. Bu xonaning ikkinchi nomi Bilaynos. Mana Bilayn xonamizni deb qo'yamiz. Sababi ranglar shunga tushganligi uchun. Asalari bo'lsa nima deyiladi, uchadiganni qo'ysangiz bo'ladi ekan. Keyin aziz akam bitta narsani aytdilar. Bu xonada sport zal bo'lganligi uchun ahamiyat bersanglar, ventilyatsionni shaxtalar ko'p. 1, 2, 3. Endi bu yerda toza havo, havo kerak. Halani forchkalar ham ochilsa, bitta narvon qo'yib qo'yasizda, hamma 1, 2, 3, 4, 5 ta joy ochilar ekan, yana tapsavoy. Zo'r aylanadi. Kamrolan zo'r ekan, yumshoq qo'yadi. Hozir mana yurtdoshlar sezmayapti-yu, lekin biz juda ham yumshoq kavralarda turibmiz. Plintuslari mana MDF dan qilingan ekan, shuni e'tiborga qarab. Bu endi sport zalda kavralan bo'lgani yaxshi-da, yumshoq. Keyin mana plintuslar ham yaxshi ekanda, mana ko'p plasmas plintuslarni bir xil paytda qo'llaganlarni ko'ryapmiz. Chetidagi o'yinchoqlar tushib ketadi. Sinadi, masalan, uzoqqa bardosh berishi qiyin. Bunaqa misol uchun jismoniy urilish, qoqilishli bo'lgan xonalarda baquvvat plintus qilishni tavsiya qilamiz. Mana shu yerda MDF plintus qilgan ekanlar, ham kavralan, ham MDF plintus bilan uzoqqa chidash ehtimoli bor. Faqat sport zal. Bir charchaganlaringizda telefonlaringizni o'chirib burchakda uxlasangiz qishim yo'ligini nima qilib dam olar ekansizda. Keyingi xonaga o'tamiz, hurmatli yurtdoshlar. Aslida bu xona kinozalga mo'ljallangan. Damashli kinoteatr. Yoki to'g'risini aytganda, mana shu podval qismi o'zi ayollarga. Bizning ammam nimaga ayniqsa ayollarga? Sababi meni ammamgilar ko'p, qizlar ko'p. Ularni ko'chada kafe yurishligini o'zim xohlamayman. Baraka top. Shunaqa bo'lmasin, ko'chada yurishmasin deb o'sha podvalda sauna xonamizda borib ko'rdinglar. Deganda ham to'g'ri ma'noda aytyapsiz. To'g'ri ma'noda. Ko'pchilik orasida ovqatlanib, choy ichib yurmasin. Erkaklarning orasiga aralashib ketishmasin degan maqsad. Qarindoshlarni mana shu xonadon как magnit yig'adigan joy bo'lib, yig'ilganda faqat ovqat yeyishdan iborat emas. Masalan, qarindosh yig'ilganda, bolalar, o'smirlar, kattalar yig'ilganda kimdir masalan sheping bo'yicha musobaqalar qilishadi. Masalan, misol uchun palonchi unda doska qilishadi, palonchi birinchi o'rinni oldi, jadval qilishadi doskada. Palonchievlar oilasi, pismodonchi, keyin ota-onalar rosa kuchlidir. Ota-onalar bolalariga balet qiladi. Keyin prigilkada sakrasa, kim ko'p sakrashga bo'lib, sonlar yoziladi. Ssenariy yozgan. Lekin rostdan aytaman, mana shu ko'rsatuvlarimizda tomoshabinlar sezganlar juda berilib gapiraman, maza qilaman to'g'risi. Yo, chunki boshimdan o'tkazgan narsalarni gapiryapman. Bizning xonadonda ham xuddi shunaqa masalan yig'ilib tashkiliy ishlagan o'yin tashkillashtirmasak, faqat yeyishdan zerikadi ham. Albatta o'yin oilalarning orasida musobaqa qilsangiz, hamma o'zini bolasiga balet qilsa, shunaqa xursand bo'lib ketadi. Maza qilasiz. Hali kimdir chapi chalgan, kimdir shushta chalgan, kimdir o'g'lib ketadi. O'zi ham chiqib o'ylab ketgan. Bu nima deydi? Qarang, nimadan dalolat berarki, shu yerga oilani katta ahilligidan. Xudo xolasa sizni oilangiz ham shunaqa katta ahil oilalardan bittasi bo'lsin. Yaxshi kunlar bo'lsin shu xonadonda aka. Rahmat kattakon. Sizlar ham xudo xolasa yaxshi kunlarimizda kelinglar. Xudo xolasa. Yana hali to'la bitta hamma narsamiz. Mayda chiri shu aksarlar tugaganda ham bir mehmonga kelib ketamiz. Endi tashqariga chiqa qolamiz, a? Shavkat aka, shu loyihamiz oxirida bitta maslahat beringki, yurtdoshlarimiz shu maslahatingizdan foydalansin. Marhamat. Kim uy quryaptimi yoki do'kon quryaptimi, boshqa qanaqadir binolar, imoratmi, o'zi umuman hayotda o'zi qanaqadir proyektlar qilayotgan insonlarga meni bitta yaxshi maslahatim loyihada ishni bitirishsin. Gilamnisi birinchi loyihani mukammal darajada qilinsin. Demak, qog'ozda taxminan bundoq qilib chizib uyi mana bu ayvon solasan, bu yerga rom solasan emas-da, loyihani o'zida mukammal darajada detallarigacha ahamiyat berish kerak. 3D lari bilan, iloji bo'lsa to'klari qayerda turishigacha, qayerda, qanaqa bo'lishigacha detaliga ahamiyat berish kerak. Har xil joylardan rasmga olingan qilib chiqarish kerak. Har bir narsani loyihani o'zida, chunki unda arzon bitadi loyihangizni bitishi. Endi
qurib qo'ygan imoratingizni buzib yana qilishingiz u qimmat sizga o'zgartirish. Boshidan o'tgan tabib deydi. Sizlar o'shanga bilasiz, to'ppa-to'g'ri. Shuning uchun loyihani o'zida chiroyli, hammasini mana qilsangiz, keyin loyihadan chetga chiqmasdan qilsangiz, ham iqtisodiy jihatdan ancha ekonom bo'ladi, ham vaqtdan ham mukammal, ham hamma ошибкалаrini, xatolarini, boshqasini loyihani o'zida kompyuterdaligida to'g'rilashingiz mumkin. Shuning bilan bugungi videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Hurmatli yurtdoshlar, bir narsaga ahamiyat bering. Imorat qurayotganda kam xarajatligi oldindan to'g'ri ko'ra bilishdir. Yaxshi imoratlar qurish hammaga nasib qilsin. Aziz aka, hozir bir nimani qolib ketdi dedilar-da, Shavkat aka shuni gapirib olsanlar bo'lmasam tinchlik bo'lmaydi. Mana Ehson aka, mana mashitda Shavkat aka zo'r qiyin ekanlar, o'shanga yozgi oshxonani. Men yoningizda o'tirib galimdan ko'rmabdi, qarab turganim yo'q. Yoki men bu yerda o'tiring-da, yelpab o'tiring. Aziz aka, siz charchadingizmi? Bundan boshlaysiz ochadi. 你忙啥？你房子不是整好了吗？整好了，我已经搬过来了。 Chiroyli joy ekan aziz aka kerak. O'tmoqchi edim. Xo'p. Haligi kotel masalamizda Rangi o'zgarmaydi, quyoshcha ham rangi o'zgarmaydi. 1-2 aziz aka yopildilar. bosilganda parok tevadan pastga tushib parok yopadi mana shu. Tovush chiqmaydi, tarakan-parakanli yurmaydi, qumush o'tmaydi. Wow. Bu parok bu. Ko'tarildi hozir. Ha, mana tegini yoqingni ko'rsalar. Agar undan qolsangiz tegidan siz yoping, keyin yoping parolni. Keyin gapirib beringlar shuni. Yana yopilyapti hammasi. Va yana mashitda hozir agar bizni yurtdoshlar ko'rayotgan bo'lsa, cho'zilib ketdi. Fresh Life. Farzandingiz qadrli, siz qadrlisiz.